Roblox'dagizlar bilan bugungi videoda do'stlar Amirchik bilan sizlarga zo'r o'yin topib qo'yganmiz do'stlar. Amirchik obunachilar bilan salomlash. Yo'q, barchaga salom do'stlar. Bugungi o'yinimizda mana shuni o'yinimiz. Yo'q, qarachi bolalar, sizlarga zo'r o'yin topib qo'yganmiz. Bu video juda qiziqarli bo'ladi. Mana bu yerdan yerni kovlab biza futbolchi olib chiqishimiz kerak bolalar, qimmatidan. Ha. Kovlab eng tagida qimmat futbolchilar bor. Obunachilar videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoning oxirida juda ham qiziqarli bo'ladi do'stlar. Esini o'zgartdim. Men nima qanday qilib o'tasan Amirchik? Do'stlar, shu joyda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Har hafta 10 ta odamni duzaga qo'shaman do'stlar. Amirchik ham obuna bo'lib qo'yinglar. Amirchik ham yangi YouTube kanali hali yurityapti do'stlar. Yangi hali bu ham kunda video qo'yapti do'stlar. Obuna bo'lib qo'yamiz Amirchikka ham. Toza video qo'yaman. Ha, ertaga toza video qo'yadi Amirchik do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'q, qarachi bu yerda ham ochyapmiz do'stlar. Amirchik qanday nechta qoldi senda? Menda qoldi 100 ta. 87, 60 ta qoldi menda. Bu kuchimiz ko'tarishimiz kerak bu. Bundan keyingisini ocha olmaymiz hozir. Uy, boshda bu yerda kam-ku. 70 ta. Aldarım seni aldarım. 70 dollar. Ha, bu yer 500 ta. Voy do'stlar, bu yerdan futbolchi olib ketamiz biz. 70 dollarligini olamiz. Ha, yo'q, ikkita bor. 150 dollar. Olib bo'lmaydi ekan. 150 dollar. Voy, Amirchik oldi. Yo'qmi ekan boshqasi? Uy, 6,5 kg olib chiqyapti obunachimiz. Wow! Juda tezdan kiryapti o'xshaydi. Chiqib qaytadan ol. Ha, endi keldim, endi bordim. Yo'q, bolak buni zonaga olib borib. 6 k. Ha, 6 k. Buni zonaga olib keldik bolalar. Buni levellar maksimum. Hoy. Nima? Mana shunday bo'lib qoldi. Ha. Mana bu yerdan qo'yamiz va levelni kuchaytiramiz buni. Bolalar sekundaga 70 dollar beryapti. Hozir buni levelni kuchaytiramiz. Mana levelni kuchaytiramiz. Mana bu yerda sovg'a ham beradi ekan bizga. 2,5 k sovg'a berdi bizga pul. Bolalar, uni levelni kuchaytiramiz futbolchimizni. Report qilsak ham bo'lagan do'stlar, bu yerda reportimizga hali bor ekan 28, speedimiz 24. Speed katta kuchaytiramiz ekan do'stlar, bu yerda speed kuchaytirsak ham bo'ladi. Nima? Hozir bu yerda mana cho'lakichimizni kuchaytirsak bo'lar ekan. Tez zonalarga ochamiz. 5 ga pul yo'qalikchi. Amirchik kattasan. 5 ga pul bor, menda 10 ga pul bor. 8 ga uji yig'ib tashadi bolalar. Hozir bu yerdan cho'lakichimizni qimmatidan olamiz. 5 ga likdan oldik mana bolalar. Qani ketdik futbolchini dim zo'ridan olib chiqamiz bolalar. U bittada ochib ketyapti. Wow. Ikkinchi zona ham. Mana bunga qaranglar. Bittada ochdi. Voy. Men bittada ochdim. Kelyapsanmi Amirchik? 350 lik ham ochamiz bolalar. Qimmat futbolchini olishimiz kerak do'stlar. Juda ham kerak bizlarga. Hay, keldingmi? Obunachini qanday buniki cho'lagichi? Men yetdi bo'sh, yetdi. Vuy, men ham ochdim. 200 dollarlik bor ekan. Olamizmi yo'qmi? Ochamiz bu yerni. Bu yerda juda ham qimmati bor. Undan ham qimmati bor bolalar. Ochamiz bu yerni. Oxirigacha boramiz. Sen olib ketdingmi? Ha, yonimdasan-ku. Uji ochib bo'ldim bu yerni. 50 ta qoldi. Doktor ikkimizdan ketaylik. Uji ochdim bolalar. Qancha 280 dollarlik. Olma bitini olma. 700 dollarlik. Oldim, epik. Voy, 800 dollarlik bor ekan. Oldim. Qo'y. Yamal, Lamin Yamal. Zonaga boramiz tez bolalar. Teleportsiya qilib bo'lmaydimi? Yo'q. Qaysini bosding? Nima bo'lyapti bu? Shunday al. Ey, turib boshla al. Chiqib bo'lmay? Endi chiqib qolyapti. Bannashdim men, legendarlayapman. Legendarniga? Hali kuchimiz to'playlik-chi. Mana bu Lamin Yamalni kuchaytirsak, Kamalov, obunachi. juda ko'p beradi bu Lamin Yamal do'stlar. Buni levelni kuchaytiramiz. Nima bo'lsa, senda yo'q-ku? Menda bor. Senda yo'q. Buni hozir levelni kuchaytirsam bor-ku. Wow, voобще ko'p beradi-da. Hozir. Men seni bittada ochaman uni hozir. 8 ga bor. 8 ga? Pa, hech desam emas-ku. Hozir bittada olaman uni. Makarasan. Kim bu? 8 ga nima? Bu futbolchi esimda yo'q. 1,5 kadan beryapti Lamin Yamal. 3 kadan beryapti. Men kuchaytirmagan. Qancha seniki? Men kuchaytirmagan. 8 ga. Voy, 8 ga olib kelyapti Amirchik. Hozir biza ham olib kelamiz do'stlar. Juda qimmatdan olib kelamiz hozir. Mana bu yerdan kuchimizni ko'paytirsak bo'ladi. Bu yerda nima, speedmi? Bu yerda speedimizni kuchaytirsak bo'lar ekan bolalar. Mana speedni kuchaytirdik va bu yerga 30 ga voy, yerkavlargacha olamiz ekan bolalar. 30 ga pul. Menda 42 ga bor-ku menda. Men ochdim. Oldim 30 ga bolalar. Qani ketdik, eng qimmat futbolchidan olib kelamiz. Bittada ochyapti. Voy, juda ham ko'p. 150.
Hozir men futbolchi olib kelay-da, eng qimmatidan. Comeback qilaman hozir Amirchikka. O'tib ketaman do'stlar. Juda ham hozir. Ochishiga qaranglar, mana bittada ochyapti. Vau. 150 kaloliklar bor ekan bu yerda. 150. Tutolmaysan, bratchka. Hozir comeback qilaman Amirchik. Comeback qilaman sen hozir Amirchik. Qarab turchi. 300 ga pulim bor. 500 ga? Pulim. Hozir to'xtab tur, futbolchini eng qimmatidan olib kelaychi. Reverse qilsak bo'ladimi? Reverse qildingmi Amirchik? Yo'q. 28-da ekan speedimiz. 28 qilsak reverse qilamiz ekan. Hozir mana bu yerga ham tushdik. Qaysi zonaga keldim men? 1200 ta. 5 kelik bor ekan. Voy, olmaymiz. Keyingi zonaga ketamiz bolalar. Undan ham qimmati bor do'stlar. Mana yerni cho'layapmiz bolalar. Tez kavlash kerak, otish kerak bu yerni. Amirchik kelyapsanmi? Ha. 500. Amirchik kelib 500 talik turibdi. Mayli, endi gatirma. Xo'p. 750 dollar. Qancha eng ko'pi? Yarimga ketaman bolalar. Epic zona bo'lishi kerak mana shu. Hozir bu yerni ham ochyapman do'stlar. Уже 500 ta qoldi kuchim. Tez yerni kavlash kerak bolalar. Yerni tez mana ochilyapti do'stlar. Mana ochdik do'stlar. 6,5 ga. 9 ga. Ol! Undan ko'pi bormi? Yo'q, mana 9 ta. Oldim do'stlar. Comeback bo'ladi dedim-ku, Amirchik, senda 8 galikni olgandingmi? Ronaldinho. Voy, 9 ga. Buni hozir zonaga olib beramiz bolalar. Sekundaga qancha beradi? Maksimum levelni kuchaytiramiz. 9 ga bor. Atizonada. Ali mana yetgan. Hozir to'xtatdi. Bidan shu futbolchi. Zonaga boraylik, siz buni maksimum kuchaytiramiz levelni bolalar. Ronaldinho bilan Ronaldinho 9 ga. Voy. Bunda ham qimmatini olamiz hozir. Pullarni yig'aylikcha. Yerkalogichning qimmatini olamiz. Qimmat? Ha, bittada o'tib ketaman-da, yerkalaganda. Mana do'stlar, zonaga qo'ydik, buni levelni kuchaytiramiz. 15 gadan beryapti. Voy, bu zo'r deganim. Bu bolalar 15 gadan beryapti sekundaga. Buni yana kuchaytiram. Qancha? 30 gadan beryapti. Voy, вообще kuchayib ketdi. Comeback qilib tashladim-ku bolalar. 360 ga pulim bor, 500 ga pulim bor. Voy, buni levelni kuchaytiramiz. 35 gadan beryapti sekundiga. Voy, hozir pullarni yig'aylikchi, yerkalogichni eng qimmatidan olamiz bolalar. Obunachi nima qilyapti bu yerda? Obunachi. Bu yerda qimmati qancha? Yerkalogichni 150 ga, 750 ga ekan. 5 million bo'pti, mana shuni olamiz do'stlar. 5 million pul yig'aylikchi. Hozir menda 1 million pul bor. Mana shularni yig'sam 1 million, ini 1,5 million. Wow do'stlar, hozir pullarni yig'aylikchi 5 millionga yerkalogich olamiz va uzoq zonalarga, legendar epic zonalarga boramiz do'stlar. Men Nifiga keldim. Nifikka ham boramiz hozir. Bittada boraman. Ha, hozir men bittada boraman hozir yerkalogichni olayim. Nima qilay borgan bo'lsang? Sen o'tib ketding-ku baribir. 9 ga bor ekan. 9 ga emas, 35 gadan beryapti Amirchik. Men bu yerda ham bila, 90ni. Kuchaytirmading-ku sen. Hozir do'stlar 5 ga pul yig'aylikchi. Bolalar menda уже 5 million pul yig'ib qo'ydik. Bolalar endi bizga yerkalagichni 5 million pul sotib olamiz do'stlar. Bittada o'tib ketamiz hozir stejlardan. 5 millionga oldim do'stlar. Mana voy. Bu yerdan speedimizni ham kuchaytiramiz. Speedim qancha? 39 bo'ldi speedimiz. Bolalar, unga qaranglar, bittada o'tib ketyapman. Hozir Amirchikning yoniga bittada borib qo'yaman do'stlar. Ochiga qaranglar buni. Voy. Уже ochdim bu zalni. Wow. Amirchik qaytasan? 8000 talikda yurtdagi hali Amirchik bolalar, hozir yetib olamiz. Mana bu yerga ham keldik. 86 ga pulim bor do'stlar. Hozir eng qimmat futbolchidan olishimiz kerak bolalar. Levelni kuchaytiramiz va dahshat pul beradi bizga bolalar, boyib ketamiz. Buni ham ochdik do'stlar. Obunachi nima qilyapti bu yerda? 18 ko'likni oldimi? Ronaldinho men oldim-ku 9 ko'lik edi. Wow. Zonaga olib bormang, keyingi zonaga o'tyapti. Wow, ko'zi to'ymaydimi deyman buni Amirchik? Amirchik kattasan. 9 ko'lik men ham bunda bor ekan. Keyingi zonaga o'tamiz bolalar. Amirchik kattasan? 3,5 ko'likni ochdingmi? Yo'qsan-ku bu yerda. Bolalar 3,5 ming kuch kerak ekan bu yerga. Yerni Nifikka xos men ham boryapman. Yerni juda ham cho'lash kerak yerni. Tez bolalar ochilyapti, mana oz qoldi bolalar. Mana ochdik bolalar mana. Amirchik katta bunda. Ochaman hozir, men ham bittada ochaman, qarab tur. Qancha qoldi senda? 200 ta. 200 ta?
Aldaysan Sardar? Rostda Menda 4000 ta qoldi o'zi. 100 mingta qoldi. Hozir 4000 ta qolyapti menda hozir. Bo'ldi, o'tdimmi? Emir chiqib ketdi. 75 kalik borchi. Yo'q. Qo'y bitta menga. 30 kalik borchi. Hozir bolalar ochish kerak berdim. Tez. Bolalar 3000 ta qoldi. Bol. Och. Oldim. Nima? Keyin bor edi. 75 kelikni olib ketdi Emirchik. Voy! Bolalar hozir men ham ochaman, qarab tur. Hozir comeback yomoni bo'ladi, qarab tur. Hozir men undan keyingi sezonaga o'taman, bolalar. Mifik o'tamiz. O'zi Nifik shu, olmaysan. Mifik dedim men. Ay, Nifik o'tding-ku. Xo'p, mana. Shu yerdan. Undan keyingisi qayt. Nifik chiqarib Shu Mifik shuni ochakman. chiqardi keyin Nifik. Mana oz qoldi, bolalar. Randa o'tman men. Ochdim bolalar. Qani bu yerda 30 kelik bor-ku. 60 kelik bor ekan. Olamizmi yo'qmi? Keyingi zonaga ketamizmi? Keyingi zonaga ketamiz bolalar. 20 ming ekan bu yerda bolalar. Olamizmi ya bolalar? Ol. Bo'pti, olamiz bolalar, 60 kelikni olamiz. Hozir yomasa topa olmaymiz bunaqani. Qani ketdik, zonaga boramiz bolalar. Men zonaga keldim o'zi. 400 ga beradi. 400 ga beryaptimi? Hozir ko'rasan, men comeback qilaman hozir, qarab tur. Sekundiga qancha beradi ekan ko'ramiz. Mana zonaga olib beryapmiz bolalar. Juda ham kutarishimiz kerak buni levelni. Amirchikda o'tib ketishimiz kerak bolalar. 400 ga 400 beradi. ga 1 milliondan beradi mana hozir, qarab tur. Shunaqa qilib kutaraman levelni. Mana keldik bolalar. Futbolchimizni qo'yamiz. Va pullarni yig'ib turib, buni levelni maksimum kuchaytiramiz bolalar. 10 million pul bor menda. Buni kuchaytiramiz. Qanchadan beradi? To'xtab qoldik-ku bu. Nima pul yetmayaptimi? 3 millionga kutarsa bo'ladi ekan. Vau. Amirchik nima sotyapsan? Obunachilar yozibdi. Aka, puli qani? Nimani puli qani? Men so'rayapti bu. Nima berding menga? 277 kadan beryapti. Bolalar 4 millionga buni speedini kuchaytiramiz. 300 kadan beryapti. Salkam bolalar pullarni yig'amiz. Ketdik bolalar. Speedimizni kuchaytiramiz va olib kelamiz. Eng qimmatlarni. 45 bo'ldi o'sha bolalar. Butun o'tib ketyapman. Amir chiqatdasan? Men yetdim o'zi. Uzoqdan. Men ham boryapman. O'tdim ishligini. Mana qanday aytasan? Men ham yoningdaman-ku. O'tib ketdi. To'xta, deng bor olib dur Amirchik. To'xta. Menda 200 qoldi, 100 qoldi. Menda ochdim men ponni. Teng bor. Ha, nima bo'lyapti? Endi 3 qani yo'q. Men yetmay o'ldim. O'tolmadi Amirchik, o'tolmadi bolalar, Amirchik o'tolmadi. Men o'tib ketdim. O'sha keyingisini ham ochdik bolalar. Bu yerda qanchaliklar bu? Ha, bu yerda juda narx past ekan. 2000 talikni ochamiz hozir bolalar. Mana ochilyapti bolalar. Oz qoldi. Mana ochdik. Amirchik kattasan? Qanday o'lib ketasan bu? Bo'lmaydi-ku. Ochdik bolalar. Bundan keyingisini ham ochamiz bolalar. 3,5 ming kuch kerak ekan bunga bolalar. Qazyapmiz. Tez qazish kerak bolalar. Reverse qilsa ham bo'ladi. Amir reverse qildingmi? Reverse qilamiz, nima deysizlar bolalar? Yo'qolchidan futbolchilarimiz. Ha, unda reverse qilmay turamiz bolalar, reverse qilmaymiz. Mana bu ham ochilyapti bolalar 3,5 ka. O, sekinga 400 ga berdi. Qayerda? Sovg'ami? 80 ga berdi. Nima menda bermayapti-ku? Bu yerdan qimmat qancha bolalar? 3000 ta. 9000 ta. 5000 ta. Yo'q, bo'lmaydi bolalar. 8000 talikni ochamiz bu yerni. Mana ochyapmiz bolalar. Qayerda berdi? Aldaysan Sardor. Hozir bu yerni ham ochaylik. Eng qimmat futbolchilarni olamiz bolalar. Zonaga olib borib, buni kuchaytiramiz bolalar. Oz qolyapti. Buni ham ochamiz hozir bir pasda bolalar. Oz qoldi bolalar, ochish kerak. Amir chiqatasan? Qancha puling bor? 1 milliard. Aldaysan Sardor. Mana bu yerni ham ochdik do'stlar. Oz qoldi. Keyingi zonaga ketamizmi yo futbolchi olamiz do'stlar? Nima deysizlar? Yo'q, bola shu joyda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar va kommentariyaga o'zlaringiz niklaringizni yozib qoldiringlar bolalar. Mana har hafta 10 ta obunachimni druziyaga qo'shaman do'stlar. 90 ko'ga. Neymar Junior. Oldim bolalar. Tez zonaga olib boramiz bolalar. Nima oldi bu? Ketdik bolalar, zonaga olib boramiz bolalar. Yana shunaqa bo'lib qoldik. Ketdik zonaga. Nima bo'lyapti? Botib qolyapman-ku. Amir chiqatasan? Yana botib qoldim. 90 kalik. Nima? Men oldim 90 kalik. Neymar Junior. Qolib ketdi. Kim oldi?
Emirchik oldingmi? Yo'q. Neymar Junior'um qani meni? Emirchik ber tez. Ajab bo'pti. Amir ber chik. Menda emas, Xudoy. Ber menga senda. Voy. Bolalar nima qilamiz? Qaytadan olib kelamiz menda bolalar. Izi borsam bu tezligim bor. Ha keldim. Bu yerda yo'q 90 kalik. 12 kalik bor bu yerda. Bu qancha beradi? 8 kalik ekan bu. Voy bolalar, keyingi zona ochamiz endi. Yeding. 90 k. Voy, qanday kulib o'chirib yubordim men. Amirchik o'g'irladi shu Amirchik bolalar. Qani ko'rsatchi menga, qani ko'rsatchi. Yine 700 ga pulim bor. Davru. Vav. Mayli 2000. Hozir bu yerni ochamiz endi bolalar. Ya 90 kalik spam bo'lam ekan. Nima deysizlar bolalar? Nima bu spam bo'ldi bu yerda? Spam bo'ladi qancha? Qani yo'q-ku bu yerda. 8 ga 12 ga bor bu yerda. 90 kalik edi. Vav. Hozir bu zona ham ochamiz do'stlar. Bu yerga ham oz qoldi. 15.000 ta kuch kerak bunga. Ozgina qoldi do'stlar. Ochamiz hozir bu yerni. Yo bola, nefis zonani ham ocha keldik. Mana ochyapmiz do'stlar. Oz qoldi. Bu yerda eng qimmat futbolchilarni olamiz. Ochdik do'stlar. Qancha? 120 k. Oldim. Messi. Oldim do'stlar. Voy, 120 klik yana bor ekan Messi. 3 ta ber ekan. Kel ol. Hozir tez zonaga olib boramiz bolalar. Tez zonaga olib borish kerak. Levelni kutaramiz bolalar. Emir chiqirishiga qaranglar. Voy. Nimani beray? Bermayman senga ishtimani. Berdim. Buni hozir level maksimum kutaramiz va Emir chiqib comeback qilamiz bolalar. Kaç bin dursan, içeride mi kapırsan? Bilmayman, bu safar to'g'ri zonaga qarab kelyapman. Bir. Keldim bolalar. Messi 120 k sekundiga. Voy, buni levelni maksimum kuchaytiramiz bolalar. Men pullarni yig'aylikchi. Oy, 180 million pulim bor, 200 million. Voy, buni levelni kuchaytiramiz, qanchadan beradi ekan? 870 k. Comeback naxoy, bolalar. Amir tutdim. Nima? 79 600 kalik. Hozir men ham kuchaytirakchi. Bolalar pullarni yig'amiz va Amir comeback qilish kerak bolalar. To'xtab tur. Hozir pullarni yig'aylik. Yo bola, shu joyda videoni tugatamiz. Videoga like bosib, kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Obuna bo'lib, kommentariyaga nicklar yozinglar. Har hafta 10 ta obunachimizni durujak qo'shamiz bolalar. Go!